YouTube kanalimizning ishqibozlari, motovlog ishqibozlari, mana motovlogimiz sotildi akamizga. Motovlogning inamarkasi sotildi o'zi ham. Aka qayerga ketyapti bu? Baxtga ketyapti. Baxtga ketyapti. O'zingizga yoqdimi? Ha, yoqqan uchun oldim-da, shuni haydayman men o'zim. Ha. 3 yildan beri shunaqa haydayman-da. 3 yildan beri. Hatto sherik bilan haydayapti-da, sherigimda aka o'zim haydaydi-da, mayli dedim-da, narxlar qanday, narxlar? Bo'ladimi, xudoga shukr. Sizga yoqdimi narxlar? Bo'ladi. Mana motovlogimizni frezalari 3 talik bo'ladi, +1 общий 5 qatorli, frezalari ham original. Mana motovlogimiz, mana 188 motorli, 612 ballonli, bloklari ham qalin mana. Dema bilan bir xil bloklari, juda ham sifatli motokultivator, akkumulyatorlari ham katta. Bu motovlogimiz sotildi. Mana bu yerda bitta motovlogimiz sotilgan mana. Toshkent oblasiga sotildi. Mana 7 talik. Aka qayerga ketyapti? Keling bitta gapiramiz endi. Mana akamizga shu motovlogimizni sotdik. Qayerga bu endi? Toshkent viloyati Begod. Toshkent viloyati Begod. Motokultivator ma'qul keldimi? Narxlari ma'qul keldimi? Sizga yoqdi, ha? Mana motovlogning erkagi o'zi ham Asaman brendida, mana Mercedes richakli, juda ham sifatli, to'rgon ballonlari, pachimliklari bilan, bonuslari bilan akamizga qilib berdik. Mana bu yerda mana yana bittasi. Qani bunga ham bitta o'ramiz. Aka, motokultivator qayerga xudo xolasa? To'ytepaga ketyapti. To'ytepaga? Qanaqasini oldingiz motokultivatorda? Bilmadim, Asaman brendini olibsiz. Sizga yoqdimi? Yoqdi. Narxlari ma'qulmi? Mijozlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Roxsunga bir tilaklaringiz bo'lsa aytavering Roxsun kompaniyasiga. Ha, 3 million 600 ga oldik. Komplekt hammasi yaxshi. O'sha qulay bo'lgani uchun keldik-da biz. Qulay bo'lgani uchun. To'ytepadan keldingiz, ha? Mana akalarimizga mana motovlogimiz shunday ko'rsatib olamiz. Mana Damas'da ichida turibdi. Asaman brendi limited edition. Kafolatlari bilan, mana bunday mana bonuslari bilan qilib berdik. Temir ballonlari, kachka kapatil, ochar-pachar, xullas hamma yog'i bilan ketyapti. YouTube kanalimizning ishqibozlari Roxsundan uzoqlashmang. Original motokultivator Roxsunda. Benzin hammasi quyib berdi. O'tabtirib. Nima? Oy, benzin hammasi quyib berdi. Qanchani ichiga? 3 million 600 ichiga. 3 million 600 ichiga. Komplekt nabor yig'ib. Freza, katta, kichkina freza hammasi. Hammasi. Ha. Nima kerak bo'lsa hammasi. Roxsundan xursandmiz saxir. Xursand bo'lgan. Odamlarga aytasizmi, tavsiya qilasizmi? Aytamizda olsin. Kelsinmi? Kelsin. Roxsunga kelaverasizlar deb qo'ying. Roxsunga kelaveringizlar. Roxsunga keltirib beradi. Aka rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi yetib olinglar. Mana bu mana muravelarimiz sotilgan, mana bu tritsiklimiz ham sotilgan. Mana motokultivatorning udari, mana to'ychakamiz yig'yapti, pujinali, вообще konkretniy motokultivator 612 shirokий ballon, bloklari ham mo'shniy, mana amortizatorli variantlari bo'ladi. Bularni hali batafsil sizlarga yana yoritib beramiz, xarakteristikalarni va narxlarini. Roxsundan uzoqlashmang. Akalar motokultivatorning erkagi 155 kilogramli, mexanikali, avtomat emas, mexanikali motoblogimiz 15 ot kuchli, bonuslari bilan atiga 5,5 million so'mga kachka kapatil, puluk, o'zgaradigan ocharlari bilan 5 qatordan 10 qator frezasi bilan atiga 5,5 million so'mdan, kilogrammi ham 115 kilo, 127 kilogram emas, 155 kilogramli original motokultivatorimizni 5,5 million so'mga 3 ta agregati bilan 1 yil kafolati bilan qilib beraveramiz. Roxsundan uzoqlashmang. Avtomat emas, shunga e'tibor berasizlar. Mexanikali, juda ham sifatli original motokultivator kimga kerak bo'lsa 15 ot kuchli ushbu bonuslar bilan Roxsunga murojaat qiling. Tezda sotib oladigan joyi soni chegaralangan. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Mijoz bilan kelishgan holda.